Assalomu alaykum. Saidbek kanalining hurmatli obunachilari, akalar, bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Arzonchilar qishlog'i Sariq qishlog'iga yetib keldik, xudo xolisa. Sizlar uchun maxsus arzon variantda Kashtan, Hisori, Arashan, turli xil bo'g'oz qo'ylarning narxlari bilan bir qator tanishtirib o'tamiz, hurmatli obunachilar. Xudo xolisa arzon chaplas akamiz xonadonlardamiz. Xo'p, bugungi sanalarimiz 30 aprel hafta kuniga payshanba 2026-yil. Videomiz qo'llab-quvvatlash uchun birdan like tugmasini bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar, kommentariyada otangga rahmat ukam tursan, xudo xolisa sizlar uchun mana shunaqangi qo'ylarning narxlari bilan bir qator tanishtirib o'tiramiz, hurmatli obunachilar. Mana yangi kanal, yangicha like'larni bosib, hurmatli obunachilar, yangicha kommentariyada yozib ketasizlar. Xudo xolisa so'z navbatini Abdulaziz akamizga beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, qo'rmang. Maza yaxshimi? Aka, bugunga necha bosh? Bugunga 14 bosh. Bugunga 14 bosh. Turli xildan bor, xudo xolisa. Arzon qimmat, arzon qimmati bor. hammasidan bor, ha? Zo'r. Bor. Yebit sog'liq salomatlar joyida. Yebitga bir hafta. Hammasi bo'g'ozmi? Yo'q, bir 3 ta, 2 ta anaqa bor. 2 ta aniq bor. Qolganlari-chi? Endi qolganlari endi mana shu. Hammasi sog'liq, ha? Qo'li, qo'zi. Aha. Qolgani o'sha. Bular endi Arashani qaysi? Endi men 2 ta qirg'izni qo'yib bor, 3 ta. Qirg'izni qaysi? Mo sariq qirg'iz. Sariqdan keyin o nariga sheriga ash to'y deb turibdi. O nariga sariq, ha? Nariga, keyin nariga o eng katta qo'zi. Ular tish qo'zi hammasi. Hammasi qo'zi. Hali chiqmagan. Yo'q. Lekin ana shu 10 kunlarda tuvar, o chekkalar. Shu bitta qo'yda bo'ladi, mana chekkalar. Mana shu bilan shu bitta qo'yda bo'ladi. Egiz. Chekkalar. Egizakcha bular. Xudo xolisa. Endi bizga egiz deb bergan. Ichiga kirib turib, qo'lingizni ko'rsating, obunachilar shtobi finalistmasi. Kiravering. Mana, hurmatli obunachilar. Mana bittasi. Aha. Egizakcha bu ham, ha? Ha, o'sha Ichiga chirtib ko'rsating. Zo'r. bo'g'ozlarga. Bo'ylarini chiqarib uni. Bo'y endi 80 osh bo'lsa kerak. 75-80 atrofida. Zo'r. Xo'p, bular narxini nechga qo'yib berasiz? Sразу narxi bilan ketaveramiz. Mana. Hurmatli obunachilar, mana. Xo'p, sariqlarni narxini nech bilan qilib berasiz aka? Mana sariq egiz, mana to'y deb turibdim o'sha. Aha. O'rnida kashtang bor, uni. 8 milliondan berishaveradi. 8 milliondan chiroyli kam bor. Mana, kashtang, hurmatli obunachilar, yunib qo'yilgan. Zo'r. Qolgani nech puldan aka bular? 6 dan berishadi, olib beraveradi. 6 dan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Bor. Arzonlari nech pul? Qaysi biri? Arzonlar endi mejida uni Jun olingan kishilari, ha? Bitta qoshqa bor. 4,5 dan berishaveradi. Mana ikkalasi. 4,5 milliondan, hurmatli obunachilar. Ikkita qo'zi. Mana bitta. Bular ham qo'zi. Qo'zi bular. O'zbekda hammasi qo'zimi aka? Asosan qo'zi, asosan. Ikki tishi bormi ichida? 6 tish qolgan. Bitta, ikkita, uchta, 6 tishi bor. 6 tish qaysilari? Mana ikkalasi. Keyin osh tashdang. Buni ikkalasi bor, nariga. O narigilar 2 tishdan 4 ta 6 tishi bor. Zo'r. Hurmatli obunachilar, akamizga bemalol qo'shib qo'yasizlar. Yeb-ich sog'lik salomatligi garantiyasini berasiz aka? Bir hafta. Bir hafta sinov olishaveradi, ha? Zo'r. Dastavkasi Saidbek esa O'zbekiston bo'ylab beriladi. O'zbekiston bo'ylab kelishamiz. Hammasini bitta joyga olaman degan odamga narxi chiqadimi aka? Endi hammasini kelishamiz uni. Chiroyli kelishadi, ha? 3 xil narxda, 3 xil narx qo'y bor bu yerda. Zo'r. Eng arzoni 4 milliondan boshlanib 8 milliongacha. Eng arzoni 4,5. 3 ta qo'yimiz bor, 4,5. Eng baland 8, 3 ta qo'yimiz Saidbek bor. esa 4 milliondan beravering 4 aka. milliondan to'g'ri kelmaydi. Men sizligi uchun 4,5 dan qo'ydim. Haligi so'rangda mana 3 ta qo'yimiz bor, ana 2 ta qo'zi. Obunachilarga chiroyli kamni qilib berasiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib berasiz. Besplatni, ha? Zo'r. Hurmatli obunachilar, akamizga tez aloqa qilib qo'yasizlar. Qo'ylar yeb ishlarimiz bilan ko'rib turibsizlar, xudo xolisa. Mana shu 6 tish ekan-a? Mana shu 6 tish. Keyin mana 6 tish. Keyin nariga, keyin mana 6 tish. Menda 4 ta 6 tishi bor. Qolgan hammasi Qolgan 2 tish, 4 tish qo'zi. Asosan qo'zi. 80% qo'zi. Zo'r. Bular tugab qolsa yana bormi? Yana bor. Tagi sirop, Tagi sirop. Qirg'izniki deyisharini. Ishlari bitadi. Vohoniki deyisharini. Arzon narxlarda yetib boradi, ha? Xudo xolasa buni Yaxshi. Hurmatli obunachilar, akamizga tez aloqa qilib qo'yasizlar. Xudo xolasa sizlar uchun mana arzon variantda chiroyli qilib chiqarib berdilar. O'yinga sotganga Alloh barakasini bersin. Birdan like tugmasini bosib qo'yasizlar.